bor an'ana, yo'lak jamoadoshlar tabriklashadi shu kunni. Pau Kubarsi shu joyiga qoyil. Lekin eng yaxshi futbolchi u bo'lmaydi demak. Men eng yaxshi futbolchi sovrinini ham Kubarsiga bergan bo'lardim. Ochiq. Chunki Ispaniya bittagina gol o'tkazganida, ya'ni juda kam gol o'tkazishida, kam xavfli vaziyatlar yuzaga keltirishga imkon berishdi. Argentinani ham hujum qilishiga imkon bermaganiga shu yigitning katta hissasi bor. Va Unai Simon ham o'sha quruq seriya bo'yicha boshqa klublarda ko'rib qolsak ajab emas, chunki bunaqangi stabil o'yin, bunaqangi himoya va hujumdagi bir xil darajadagi aktivliklar qirol tabriga ajoyib onlar. Ularga shu musiqa bo'lsa o'ynab ketishsa katta. 2026-yilga chempionlar hozir rasman kubokni qabul qilib olishadi. Trump, Infantino ikkalasi baravariga. Xo'sh. To'g'rilar aylanadigan video ko'rib qoling jonli efirda. Trump qolmoqchi. Lekin o'sha mashhur raqsini ham ijro etib berdi. Xo'sh. Chempionlar. Ispaniya jahon chempioni. Tabriklaymiz. Ispaniya futboli muxlislarini 100% munosib jamoa. Birorta uchrashuvda shubha qoldirmadi. Faqatgina birinchi turda Cabo Verde. U yerda ham kartina taxminan shunday edi. Agar Vaziniyaning sevlari bo'lmaganda, o'yinda ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yurtimizda Ispaniya terma jamoasining ko'plab muxlislari bor. Chunki o'sha endi mana shu kadr endi shu xarakter bo'lmaganda, yutqazishni yomon ko'rmaganda, og'ir qabul qilmaganda bular cho'qqini zabt etishmasdi.